Assalomu alaykum barchaga. Fermer Ahmadov kanali obunachilari. Xudo xolasa bugun 4-yanvar, hafta kuniga yakshanba. Xo'p, bugun yangiliklar ko'p, xudo xolasa. Sizlarga aytib bermoqchiman yangiliklarimiz. Xo'p, birinchi o'rindagi yangiligimiz yangi indutkalar olib kelganmiz. O'tgan videomizda aytib o'tdik. Shu yangi indutkalarimiz tuxumga harakat qilishni boshlabdi. Netki tuxum tuqqan joy qilib qo'ydim. Kirib o'zlariga moslashni boshlashdi. Bu degani tuxumga kelib qolgan degani. Tuxumga harakat qilishyapti. Lekin bitta muammo bor. Bularga urug' yetkazib beradigan xo'roz yo'q. To'g'ri, o'zimizda xo'rozlarimiz bor. Lekin bular yosh xo'rozligi bo'lganligi uchun bularga urug' yetkazib bera olmayapti. Shunga ular tuxumga kirishgani yo'q. Xo'p, bugun nima demoqchiman? Shu agar kimgadir kerak bo'lsa, yosh indutka jo'ja xo'rozlar sotuvda bor. Xo'p, soni 3 dona. Mana shu ko'rib turganlaringiz, mana oqbosh va shu qop-qora. Qora boshimiz ham sotuvda. Mana. Ja mayda narsalar bas. Kichkina narsa bas. So'ygani ham olsalar bo'laveradi bemalol. Xo'p, bularni sotib olamiz, o'rniga boshqa xo'roz olamiz. Yokida xo'rozlaring bo'lsa, o'zlaringda barterga ham ishlayveramiz, barter ham qo'yib. Xo'rozimiz 3 dona. Kimga zarur bo'lsa, manzilimiz Farg'ona shahar 5 balada. Mol bozori bor yonimizda. Ko'pchilik bilsa kerak. Tubbanisa, Gosnaf, hammasi shu bizni territoriya, biz yonimizda. Kimga agarda zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Opisaniyada Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga o'tib, o'sha yoqqa tashab qo'yaman lichkalarimni. Bemalol lichkaga o'tib aloqaga chiqishlaring mumkin. Narxiga kelsak, narxini qo'ldan kelgancha arzonroqqa qilib berishga harakat qilamiz. Bundan buyog'iga bahor kelyapti, kunlar isidi. Narxlar avtomatik ko'tarilib ketdi hozir. Misol uchun 2 hafta oldin mana indutkan narxi 50 ming 60 ming bo'lgan bo'lsa, o'sha 70 ming 80 mingga ko'tarildi. Xo'p, shunga qaramasdan xudo xolasa sizlar uchun arzonroq narxda berib yuboraman. Xo'p, birinchisi mana shu, ikkinchisi mana shu xo'rozi, uchinchisi shu qora boshimiz. Uchovini kelishtirib arzonroq narxda qilib beraman. Xo'p, bundan tashqari yana bitta sotuvimizda narsa bor. Xo'p, keyingi sotuvimizda narsa shu quyonimiz sotiladi. Xo'p, yoshi bilmayman, aniq 2 yosh bo'lsa kerak. Lekin juda yirik quyon. Flanderlarga chachishgan. O'ta yirik quyon. Qiz bola. Buni pulini kelishamiz, iloji boricha arzonroq qilib beraman. Sotishimizga sabab nima bo'layapti? Kaliforniyskiy quyon bor ekan, o'shunga qiziqdim. O'sha quyonlardan olib ko'paytirmoqchiman. Bunisini sotib olmoqchiman. Mabodo kimgadir so'ygani yoki bola olgani kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telegram kanaliga o'tsalaring, narxlarini hammayoni tashab qo'yamiz. Lichkaga o'tib bemalol yozishlaring mumkin. Bugun xudo xolasa ikkita video joylaymiz. Bu videomiz sotilishlari haqida bo'ldi. Kanalimizga o'tsalaring, yana bitta post joylab qo'ygan bo'lamiz. Xo'p, u postimizda bular haqida ma'lumot beramiz. Qancha foyda olsa bo'ladi, shular haqida ma'lumot berib o'tamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Telegram kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.